Endi navbat achchiq qalampirga. Achchiq qalampirning foydali xususiyatlarini gapiraman. Achchiq qalampirni sevib yeydiganlar uchun bu. Menga obuna bo'lib, layk bosing. Qani ketdik. Achchiq qalampir birinchi navbatda shamollaganlarga qul keladi. Achchiq qalampir shamollashni davolaydi. Tomoq yo'lidagi balg'amlarni ko'chirish xususiyatiga ega. Ichaklarni qurt va gijjalardan davolaydi. Tanadagi issiqlik quvvatini oshiradi. Ovqat hazm qilish faoliyatini yaxshilaydi. Kayfiyatni ko'taradi. Asab tuzumini me'yorlashtiradi. Qalampirni qaynatib sochga surtsangiz, soch to'kilishini oldini oladi. Sochni mustahkamlaydi. Qalampirda zararlari azizlarim, oshqozonda yarasi borlarga qalampir tavsiya etilmaydi. Allergiyasi borlarga mumkin emas. Uzoqni ko'rishda muammosi borlarga qalampir umuman mumkin emas. Achchiq qalampirni ko'p iste'mol qilish ko'rish holati bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli qalampirni me'yorida iste'mol qilgan yaxshiroq, azizlarim. Achchiq qalampir haqida bilganlarim shu. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar.